Yo'qol. Bo'ldi. Ayron ichmoqchimiz, lekin pulimiz yo'q. Серьезно? Ayronmi ko'chami? Menga ayron. Voy, zo'r ichinglar. Nechta so'msizmi? Ashaddiy muxlislarimizni uyiga kirib, mana shu sovg'alarni tarqatamiz. Naqd 500 ming so'm pul solamiz va Sirdaryo viloyati, balki Sirdaryo, balki Guliston shaharida maxsus joyda qoldiramiz. O'tlarni chegani bekib qo'ying. Do'noziki o'ynaymiz. Yutqizgan odamga yutganlar shart beradi. Don. Emotsiya bildirmasdan uchish. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Birinchi sovg'amizni berishni boshladik. Assalomu alaykum YouTube Zakirovlar oilasi. Biz bugundan boshlab, ya'ni 4-maydan boshlab Sirdaryo, Guliston, Zomin, Jizzax, Samarqand viloyati, Samarqand shahri, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'ylab o'z sayohatlarimizni boshladik. Agarda bu sayohatlarimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki unda juda ham ko'p odamlarni xursand qilganimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu videoni shirin joyi shundaki, biz hech qanaqa tayyorgarchiliklarsiz ketyapmiz. Mehmonxonalardan gaplashilmagan, bizni kutib oladigan odamlar ham yo'q. Shunchaki Allohga tavakkal qilib, oyog'ini gazga qo'ygan holda shu ikkita mashinada O'zbekiston bo'ylab sayohatlarni boshlayapmiz. Tayyorgarchiligimiz faqatgina bizlarni yaxshi ko'rgan, bizlarni sevib kuzatadigan obunachilarimiz uchun maxsus sovg'alar bo'ldi. Mana shu sovg'alarni viloyatlar aro yurib, o'zimizning sevimli obunachilarimizga berib tabriklab kelmoqchimiz. To'g'rimi? Video oxirigacha ko'ringlar. Hali obuna bo'lib qolgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kстати, kuyovimizga alohida e'tibor beringlar. Biz bu borada ham alohida tayyorgarlik ko'rdik. Ton. O'zi logotip mashqga tushirish kerak edi, yaxshi ko'rinarkan. Don ziki. Bir. Don ziki. 2 bir. Don ziki. Don ziki. 2. Don ziki. Yo'qol. Bo'ldi. Yo'qol. Si. Qizig'i do'nnoziki o'ynasam, baribir bu yutib chiqadi. Yutib. Kamera olyapti video. Lekin men farqi yo'q. Yutqizgin-ku. Bo'lmaydi, yo'lda o'tirmoqchimisizlar? Satashib ketaveramiz, biz farqi yo'q. Bu gal kapitlarni o'tmaydi, bu gal bizmiz. To'g'ri bo'ldi. Bitta anaqa Alisani yoqib qo'shgan, u Alisa ekan. 500 metrdan keyin chapga qayriling. Radar kelmoqda. Ehtirosli ekan u. Chapga so'ngga Biz xullas yo'lda to'xtab ayron ichmoqchimiz, lekin pulimiz yo'q. Серьезно? Pulingiz yo'qmi? Yo'q. Degan joyda hozir reklam bo'lib ketish kerak edi. Lekin yo'q unaqa. Reklamdan pulimiz yo'qmi? Bir tiz chiqdikmi? Assalomu alaykum. Bir balasizlar. Shunaqa. Imенно sizda ayron ichamiz deb to'xtadik. Yaxshimisiz? Ayronmi ko'chami? Menga ayron. Bola sizlargacha. To'xtadik. Biz hozir qayerdamiz? Sirdaryoga kirib kelmadik-a? Akashimiz qayoqqa soqchilaringiz bor? Kelasizlar ham bering unda. Voy, zo'r ichinglar. Nechta so'msizmi? O'tiramizmi? Bitta yeylik. Somsani ko'ra, qalbimni ko'ra. Qornimni qo'rib qo'yaver. Bittadan bering, 5 ta. Voy, rahmat. Buni souslar. Onajonlar. Rahmat. Aka, dushi rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Albatta yetkazib qo'yamiz. Biz Sirdaryoga yetib keldik va bizning sovg'ali o'yinlarimiz boshlandi.
Hop, bu sovg'alarda buni biz maxsus bizni ashaddiy muxlislarimizni uyiga kirib, mana shu sovg'alarni tarqatamiz. Bu esa Dildor Ko'rib turganingizdek, shunaqangi shishali bankalar yasatirganmiz. O'zimizning logoyimiz bor va biz bu logoning ichiga naqd 500 ming so'm pul solamiz va Sirdaryo viloyati, balki Guliston shaharida maxsus joyda qoldiramiz. Agar kim uni topsa, ya'ni bizlarni kuzatayotgan obunachilarimiz albatta topa olishadi deb o'ylayman. Topsa albatta ularni tabriklab qolamiz. Bu bizdan sizlarga sovg'a bo'ladi. Ha, bu nafaqat pul emas, mana shu idishlar o'zi ham shishali. Buni bemalol aynan mana yoziq kunlarda muzdek salqin ichimliklarni maza qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bu adna razli stakan emas. Bizdan eslab yurasizlar, xudo xohlasa. Xullas, shunaqa qilib bizda sovg'ali o'yinlar boshlandi. Kuzatishda davom etinglar. Birinchi g'oliblarimiz Sirdaryodan bo'ladi. Nima qilish bilmasam, bundan so'rasangizlar, qayerga borsak bo'ladi? Qayerda populyarniy joylar bor? Yozinglar. Gazeta oltida Hamma Gulistonga kelinglar deydi. Biz Gulistonga kelib bo'ldik. Mana qaranglar qaytamiz. Oila va xotin-qizlar boshqarmasi to'g'rimizda joyda bank bor. Mana mana shuamiz. Qayerga borsak bo'ladi? Aytinglar. Gulistonga keldik. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling akasiz. Men sizlarga oilangizlarga taklifga olib keldim. Assalomu alaykum. O'rtada bitta o'yin o'ynaymiz. Do'nozikka o'ynaymiz. Yutqizgan odamga yutganlar shart beradi. Ya'ni masalan, men bu petki kachelada masalan 3. Yoki ani bo'l hozir qaytamiz, oka. Buni koptovda urish. Xullas shunaqa bitta o'yin qilamiz. Sizga eng kam urgan Dilbardan tashqari bolalar. Petki kachelada uchish. Bo'ldi. Hozir haqorat qildingiz. Sizlardan Bo'ldi. qo'rqmasammi? Bo'ldi, o'ynasamiz. Karışırken. Gitti. Ay toshka, davomini qo'yib yuboringlar. Attraksionga chiqdik. Endi shart shunaqa bo'ldi. Xohlasanglar sizlar ham o'ynaylik. Shart shunaqa. Emotsiya bildirmasdan uchish. U baqirmaysiz, kulmaysiz. Yuzinglar toshdek bo'lish kerak. Ha, prям nol emotsiyada. A few moments later. Mo'g'osiz. Hamma tushirib. Oldingi hayotingizda hali mergan bo'lmaganmisiz aka? Yo'q, Ular shart shunaqa bo'ldi. Hozir basketbol to'p otib ko'ramiz. Agar kimki uchta tushirsa, g'olib. Kim umuman tura olmasa, ana, bitta ketdi, bo'ldi. Bitta ketdi. Yo, bu Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki.
Ana. Tepadan gorkadan tushing, gorkadan. Ana, o'sha Ha, yaxshilab, yaxshilab. Ko'rib turganingizdek, naqd 500 ming so'm pul. Biz mana shu maxsus idish ichiga bu pulni hozir joylaymiz va mana shu Guliston shahrida yashiramiz. Niyatim, ilohim bizani kuzatadigan va mana shu pulga chindan arzigulik ehtiyoji bo'lgan inson topsin deb umid qilaman, niyat qilaman va qani bismillahir-rohmanir-rohim. O'z qo'llarim bilan yozdim. Tabriklayman, pullarni yaxshi kuningizga ishlating. O'yinimiz haqiqiy ekanligini isbotlash uchun Dilbar Zakirova va Umka Zakirov profillarimizni belgilab, Instagramingizga rasm, video joylang. Hurmat bilan Zakirovlar oilasi deb yozdim. Mamodoga siz sharti yaxshi tushunmagan bo'lsangiz ham mana shu xatni albatta olasiz. Va albatta shartni to'g'ri bajarasiz degan umiddaman, chunki bizdan juda ham ko'p odamlar ko'ryapti. Bu narsa ularga ham ishonch beradi. Keyingi viloyat safarlarimizga borganimizda ham odamlarda ortiqcha gumon bo'lmaydi. Mana ichiga joylab qo'ydim naqd 500 ming so'm pul va endi hozir biz bitta lokatsiya topdik. O'sha joyga borib, mana shu bankani qo'yamiz va lokatsiyani storiesda e'lon qilaman. Ketdik. Xo'p. To'g'risi qanaqadir kriminal ishlar qilayotganga o'xshab turibman. Xullas, mana biz qatga qo'yamiz. O'tlarni ichigami bekitib qo'ygan? Bekitib mashina undan tura qolsin. Mana xullas qo'ydik o'rtoqlar. Mana shu yoqqa qo'ydik, joylashtirdik. Endi qayerga qo'yganimiz hosiliga yana aniq lokatsiya beramiz. Ketdik. Vaqt juda ham oz. Lokatsiyani aniq ko'rib olinglar. Guliston shahrida yozilgan mana shu yozuv yo'li ko'rsatilib, bu yoq taraf Guliston shahardan kelish, bu yoqqa qarab Jizzax tomonga chiqib ketiladi va bu yoqda Guliston o'rmoniga ham borilsa bo'ladi. Xullas mana shu yerda umuman bir shahar deb yozilgan joy bor-ku, sh shakli harfi turibdi. O'shani orqa tarafiga yashiringan pul. Kel, xullas tez olib ketmasanglar, bizlar rosa ko'p odamni mashta taqib qilib yurishibdi. Srazu ketishimiz bilan olib qo'yishadi deb o'ylayapmiz, yana bilmadim. Xullas, lokatsiyani qoldirdik. Aytganimizdek, eng munosib odamga nasib qilsin, ilohim. Ana qoldirdik Sirdaryo, hammaga omad. Yurib kelaverasiz, dom tarafdan to'g'ri kelasizlar, o'sha yo'llar ishamiz. Xullas nima bo'lyapti? Muxlislarimiz iltimos qilishganiga yo'lda to'xtab, uylarni oldida kelib to'xtab, ular bilan ko'rishyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Qalasizlar? Biz keldik. Rahmat. Hop, birinchi sovg'amizni berishni boshladik. Sizlarni holingizda turmush o'rtog'ingiz bilan xuddi shunaqa choy kampir bo'lib yurishingizni Xudo xohlasa yozda ko'chamiz, yangi uyimizga. Qayta yozilib, men hovuzda emas, sizni kutib deganlariga o'shaning uchun yo'limizni qarasam, hovuzga keldikda. Vobshe she'rlaringizni sevamiz. Rahmat, kelinglar, rasmga tushib. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Avvalambor Gulistonga kelganlaringiz uchun rahmat. Yo, rost ekan, ovoldik. Ishlaringizga omad sizlarda ham. Yana keling sizlar. Mana rost ekan, biz ovoldik. Rahmat. Xullas shunaqangi qaynoq nuqtada bizni Sirdaryo viloyati Guliston shahrida bo'lgan sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu viloyatdan olgan taassurotlarim juda ham kuchli bo'ldi va endilikda bizni Jizzax viloyati va undagi sarguzashtlar kutib turibdi. Agarda videoni davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoda o'z aktivligingizni ko'rsating, like bosing, podelиться tugmasini albatta bosib, o'z yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying va albatta kichkinagina qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki navbatdagi Jizzax viloyati haqidagi videomiz chiqqanida albatta siz buni birinchilardan bo'lib bilasiz. Va albatta mana shu QR kod orqali Instagram, Telegram kanallarimga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki u yerda bu yerdan yana ham yaqinroq hamda jonli va samimiy suhbat qurishimiz mumkin bo'ladi. Barchalarni yaxshi ko'ramiz va hurmat bilan Zakirovlar oilasi.